alaykum. Bu loyiha Ata xalq banki hamkorligida Andijon viloyati Qo'chqor tumani Qorabuloq MFdagi 1269 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda sarimsoq piyoz ekilgan. Maydon hajmi 4 gektarni tashkil etib, uzunligi 400 metrga 100 metrdan iborat. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda sarimsoq piyoz ekinlari unib chiqqan. Hosil yetishtirilmoqda. Yetishtirish davomida tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirildi. Ushbu loyihaga 25 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 0,16 gektar yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihaning samaradorligini amalga oshirish uchun lider tadbirkor Maqsuda Nabijonova fermer xo'jaligi biriktirilgan. Loyihani amalga oshirish uchun yetarli bilim va ko'nikmalarga ega. Bugungi kunda sarimsoq piyoz may oyining 25-sanasidan boshlab hosilni yig'ishtirish boshlanadi. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 10 tonna, jami 40 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng navbatdagi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalariga daromadlarini yanada oshirib borishi ta'minlanadi.